Xullas kalam mana shuncha odam o'tiribdi. Bizning maqsadimiz faqat yaxshilik. Ko'rdilar-la. Dalil endi, xo'p. Kim kechirimli bo'laylik. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham bo'pti. Gapim bo'lmay turing-da. Hop, gapiring, hop. 12 yildan beri men Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda ishlayman, deyaptilar aka. Lekin qonun bo'yicha endi men lично meni fikrim, men ham O'zbekiston fuqarosiman. U ham O'zbekistondan ketgan Amerika fuqarosi bo'lgan. U O'zbekiston fuqarosi Nozima. Agar jinoyatni bunday olib qaraydigan bo'lsak, qonun bo'yicha O'zbekistonda o'sha jinoyat bo'lgandan keyin tergov tugamagunga qadar jurnalistni aralashga haqqi yo'q deb o'ylayman. Lично meni fikrim. Jurnalistik surishtiruv tergov tugagandan keyin, jurnalistik surishtiruv tergov tugagandan keyin amalga oshiriladi. O'zi aslida bu jurnalist misol o'zini fikrini bildiradigan bo'lsa, aka sizga aytayaptiki, sizga so'roq savol qilyapsiz. Siz meni so'roq savol qilyapsiz yoki boshqa qilyapsiz. Siz aka aytayaptiki, bu jurnalistik surishtiruv deyapti. Jurnalistik surishtiruv tergov tugagandan keyin, ekspertiza xulosani bergandan keyin, tergov tugagandan keyin nima bilasiz akasiz? Men bilmayman, siz qayerdan bilasiz shuni? Endi O'zbekiston kitob shunaqa bo'lsa kerak deyapsizmi yo aniqmi? Jurnalistik surishtiruv o'zi O'zbekistonda qonun bo'yicha shunaqa tergov tugagandan keyin. Men to'g'ri eslamayman, lekin yo'q, o'zi bormi? Bor. Aytgan narsa to'g'ri. Jurnalistik surishtiruv tergov jarayonida hech kimga jinoyat savol berishga haqqi yo'q. Jinoyat. Xo'p, endi xo'p, o'sha bo'pti, xo'p, endi hozir batda hamma o'zicha haqda, tushunyapsizmi? Hozir batda hech kimga dushman emas, tushunyapsizmi? Men shuncha odam turibsizlar oldimda. Meni ko'ryapsizlar, men pozitsiyamni tushunyapsizlarmi? Men Sherzodni ham, buni ham, hech kimni, Setorapani ham, buni ham, sizlarni ham taraflayni olmayman. Davlat bor, o'ynab yurgan yo'q, davlat, ha? Nima bor, milisalar bor. Milisalarda ishi bu. Bu biz ishimiz emas, tushunyapsizlarmi? Men o'sha prямой efir, ayasi bilan qilgan prямой efir ko'rganmisizlar? Shu yerda aytganman, xola, qo'poq qilayotganda sabr qilib turing. Natijalar chiqsin, boramiz. O'sha nima qilsangiz qilaverasiz agar qotil bo'lsa deyilgan, to'g'rimi? Endi kecha elchixona ham aralashdi bu narsaga. O'sha 20 kundami, 1 oydami, qanchadir endi Koreyaning anaqasi bo'yicha qanaqadir vaqt ketadi, qanaqadir natijalari chiqar ekan. Xo'p, oxirgi xulosasini bersin. Mana shu bolada ayb bo'lsa, qamab yuborsin. Nima qilsin? Izvordi mana shu problema. Bundan keyin yordam ber demanglar. Bundan keyin yordam bermaymiz. Bolamizni tashlab odam xarakteriga qarab boshqa qilib, hozir ishni hayotini aralashtirib, surishtirib, bu narsalarga kerak yo'q. Men hozir sizga ham, sizlarga ham qilgan amallaringizni çok hurmat qilib, mana shu yerga o'tiribman-da. Avaz aka musulmon sifatida qarasizlar, erkak kishida hattoki ismini aytgan yo'q, rasmlarni qo'ygan yo'q. Hamma ish narsasini yaxshi dedi. Yana u yerda murdani ko'rgansiz deb bu kishiga tuhmat qilyapti. Erkak kishi murdasini qayerdan ko'radi? Misol uchun, bu kishiga tuhmat qilyapti hozir. Oq qilib qizini murdasini jo'natib bergis. Hozir sizga rahmat aytish o'rniga shuncha tuhmatga qolib o'tiribsiz. Setorapani qaranglar, mana hayitli beryapti hammaga. Bu Setorapani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Patxotam bo'ldi deb o'ylaydi. Og'zini yopyapti. Paypoq berib og'zini yopyapti deb o'ylaydi. Ya endi ana hammaga paypoq